أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المداومة على ركعتي الفجر. Sahih Buxoriy kitabımızın dersimizde davamlaştırırız. İmam Buxoriy rahmetullahi aleyhi aytdı, bomdat namazının iki rekat sünnetini davamlaştırıp okuş hakkında. 1159 hadis. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. Bizge Abdullah ibn Yazid sözlep berdi ki bizge Said yani İbn Abi Eyyub sözlep berip dedi ki bana Cafer ibn Rabi'a Irak ibn Malik'ten o Ebu Seleme'den o Ayşe radıyallahu anha'dan mundaq degelikini sözlep bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xuttan namazını okudu. Yani Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhisselam'ınki şu namaz okuş ahvalını sözlep durmaktan doğan diken ve de Peygamber aleyhisselam xuttan namazı okuydu desek buldumdu. Ondan xuttan namazı okuduğundan keyin 8 rekat namaz okuydu dedi. Yani bu keçide okuyduğun teheccüd namazı, kıyamul leyl. 8 rekat namazını şu 2 rekatda bir salam berip başta okuydu ekan diqqindi. Va rakatayni jalisan. Yani 8 rekatni o'qib bo'lgandan keyin 2 rekatni o'ltirgan holatda o'qiydi. Bu keyin o'qigan 2 rekat shu 8 rekatga tabi'. Yani shu kechilik namoziniki oxiri hisoblandi. Undan keyin azon bilan takbirning orliqida 2 rekat namoz o'qiydi. Bu azon chiqib bo'lgan bomdod namazına vakti girip, bomdod azan çıkıp olandan keyin okugan namaz olgandan keyin bomdoddan 2 rekat sünnet oldu endi. Peygamber aleyhisselam o bomdodning 2 rekat sünnetini hergizmi tashlab bakmagan edi. Hadisda Peygamber aleyhisselam'ınki vitr namazını o'qiganlikning ahvoli tilga ilinmagan ekan, lekin boshqa hadislarda Peygamber aleyhisselam'ınki vitr namazını o'qiganlikning ahvoli tilga ilingan hadislar bor. Bu hadiste şu Ayşe radıyallahu anha rivayet kılgan hadiste tilga ilinganken Sahih Müslim'ninki 738. hadiste şu Ayşe radıyallahu anha rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam 13 rekat namaz okuydu degenken, keçilik namazını. 8 rekatını okuyup onun dikini vitr okuydu, ondan 2 rekat namazını o'ltirgan holatda okuydu. Endi o'ltirgan holatda o'qigan namazını ruku qilmoqchi bo'lgan chaqda o'rnidan turib ruku qiladi deb rivoyat qilgan ekan. Ondan bomdod namoziga azon chiqib bo'lgandan keyin azon bilan takbirning orlig'ida 2 rekat bomdodning sunnatini o'qiydi deb menda rivoyat qilgan hadis bor ekan. Unda olgandan keyin Rasulullohninki salatul vitrni tark etmaganligi chiqdi bu hadisdan. Ama Sahih Müslim'de rivayet kılan hadiste Peygamber aleyhisselam'ın vitr o'qib bo'lgandan keyin yana shu kechilik namozlarniki oxirgi qismi bo'lgan 2 rekat namoz o'qiganligi tilga ilingan ekan. Unda olgandan keyin vitr namozdan keyin salatul vitrni o'qib bo'lgandan keyin yana boshqa nafil namoz o'qisa durust bo'ladi degan bir masala chiqdi bu yerda. Lekin buni asl qoida shu Peygamber aleyhisselam'niki yine bir hadisda tilga olgani bo'yicha keçilik namazlarniki en ahirkisi vitr namazı bo'lsin deganimni. Yani ij'alu akhira salatikum bil-layl al-vitr degan mazmun degan hadis bor. Ya'ni keçilik namazlarniki axirini vitr qilinglar degan. Unda olgandan keyin shu asli qoida vitr namazini shu keçilik namazlarniki en ahirkisi qilish kerak. Lekin Peygamber aleyhisselam'ninki Ayşe radıyallahu anha rivayet qilgan hadisda Sahih Müslim'diki vitr o'qib bo'lgandan keyin yana 2 rekat namoz o'qiganda deb kelgan bo'lgandan keyin Peygamber aleyhisselam shu vitr o'qib bo'lgandan keyin 2 rekat yana boshqa nafil namoz o'qisa durust bo'lganligini bayon qilib berish uchun
ba'zida ashta o'qiganligini bilib olsak bo'ldi ekan buni. Lekin buningga binoan shu vitr namozni o'qib bo'lgandan keyin ba'zi ahvollarda yana boshqa nafil namoz o'qisa joiz bo'ldi ekan. Lekin asli qoida shu vitr namozni kechilik namozlarniki eng oxirgi qilish kerak. Endi babu daj'ati ala shiqqil aymani ba'da rak'atayil fajr. Bundaq namozningki ikki sunnatni o'qib bo'lgandan keyin o'ng tarafini besib yetish haqida. Daja'a degan bu aylaqa ibn taja'a degan fe'ldan chiqqan. Asli shu daja'a ekan bu fe'lning. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود أن عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. عائشة رضي الله عنها رواية من ضغطين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bondapның işkerke sünnetini okusa onun tarafını besip yetip olattı. Keçede uzun kıyamda durup namaz okuğanlık için biraz aram ediveriş, istirahat kılış maqsadida bondap namazı tehimi ruhluk tetik adeti okuş için biraz onun tarafını besip yetip oladı ekan. Şuna bizmi şu Peygamber aleyhisselam'daki sünnetini qilsak sunnatiga ergishman desak shu shunda bomdod namozniki sunnatini o'qib bo'lgandan keyin uyda o'qib qolsak hamda bomdodning farziga ozroq vaqt bo'lsa biroz yetilib undan keyin chiqsak bo'ldi. Kechilik namoz o'qib qolsak o'sha qilamiz endi. Biz hozir shu bomdod namozga aram qilib o'tgan odamlar shu sunnatni o'qib farzga aram o'rganamiz hozir. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. Ama yuqori hadisda bundaqning ikki sunnatini o'qib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning o'ng tarafini besib yetganligi rivoyat qilindi. Undan keyin shu ikki sunnatni o'qib bo'lgandan keyin cho'qim o'ng tarafini besib yetish kerakmi? Bu sunnat tariqasidagi bir ishmi deb tushunib qolmaydigan maqsadda Imom Buxoriy ostida yana bir bob qo'yib, bundaqning ikki sunnatini o'qib bo'lgandan keyin boshqalarga gap qilgan, lekin o'ng tarafini mana biroz o'ng tarafini besib yotmagan kishi haqida deydi. Ya'ni o'ng tarafini besib yetish bu majburiy ish emas, ixtiyorlik ish emas. حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. مشنا بالرواية يؤذن دب كاين كان ين بالرواية يؤذن دب كاين كان. قايس قال أقصر شو أذن إيتيش تجمعنا كاين بيده. عائشة رضي الله عنها من دخل رواية قلغان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer namaz okup kalsa, yani keşik namazlarını yapma, ida sallar yine shu bomdodning ikki sunnatini o'qib bo'lgan chog'da agar men o'yga olib qolsam menga gap qiladi dedi. Oysha onamiz uyg'ongan bo'lsa Oysha onamizga gap qildi ekan to'q. Agar undoq bo'lmasa, ya'ni men o'yga bo'lmay qolsam namozga takbir aytilgan qadar biroz o'ng tarafini besib yetib oladi dedi. Demek bu hadisin Peygamber Aleyhisselam'ınki özünki ayollarga nayet güzel, yaxşı muamele kılganlığı çıkar iken şundaqla bomdodning ikki sunnatini o'qib bo'lgan ekan mubah gap so'zlarni qilsa durust bo'lganligi chiqar ekan. Babu ma ja'a fi at-tatawwu'i mathna mathna. Tatawwu' degan shu nafl namozlar deganni bildiradi. Bir Arabi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip meni eğer qilib qolsam jannatga kirgizgan amallarni deb paslar degan chaqda Peygamber Aleyhisselam har kuni 5 vaqt namoz o'qiysan dedi. Shahodat aytib bo'lgan ekan. Har kuni 5 vaqt namoz o'qiysan degandan keyin mana boshqasi yo'qmi degan chaqda la illa an tatawwa degan ayni Rasululloh shu hadisda. Boshqa namoz yo'q. Agar nafl o'qib qolsam o'sha chaqda
nafil namoz o'qisang bo'ladi deb shu mazmunni gap qilgan. Demak, asha tatavvu, shu 5 vaqt namozniki sunnatlarning o'zi kelib ketdi asha desamizmi. Shundan keyin bu tatavvu ma'yadiki ma bo'ptimi? Bu tatavvu shu 5 vaqt namozniki sunnatlarni o'ziga oldigan holatda Imom Buxoriy ishda ism qo'ygan ekan bu yerda. ويذكر ذلك عن أمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. يعني مشو نبي نمزانك إشكركتن أقولغانلقي أمار أبو ذر أنس جابر بن زيد إكرمة زهري رضي الله عنهم نادن ذكر قرنغان ديد. مشو إمامنا همسي مشتقاري تدميشتمني. يحيى ابن سعيد الأنصاري رضي الله عنه مدخلين. من زمنның faqihlarga uchrashmadim. Men uchrashqandagi faqihlarning hammasi kunduzdagi nafil namozlarda har 2 rakatda bir salom beradi degan. Bunda olimlarniki qilgan ahvolni rivoyat qilib berdi. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. بزجا قتيبة سوزب الدريكي بزجا عبد الرحمن ابن أبي الموالي محمد ابن المنكدر هو جابر بن عبد الله raziyallohu anhumadan mundaq deganligini so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ishlarning hammasida istixora qilishni o'rgatdi. Xuddi bizga Qur'ondan surlarni o'rgatgandek, Qur'ondan ma'lum bir surni o'rgatgandek, ashta o'rgatdi. Endi payg'ambar alayhisolamningki bizga hamma ishlarda istixora qilishni o'rgatdi degan bu hadisga binoan endi vojib farz bo'lgan yani qilishimiz vojib farz bo'lgan yoki qilmasligimiz harom bo'lgan ishlarga isqor qilish kerakmi degan bir savol chiqib berdi. Unday emas. Lekin bu yerdagi payg'ambar alayhisolamning isqor qilishni o'rgatganligi mubah ishlar qarta biz ikkilinib qolgan bo'lsak, shu ishlar qarta Alloh taoladan qaysi ishninki bizga nisbatan yaxshi bo'lganligini so'rab o'qilgan namoz bo'ladi. Lekin qilishimiz farz yoki vojib bo'lgan ishlarga nisbatan uning nisbatan bizningki qilmayman degan ixtiyorligimiz yo'q. Qilmasligimiz, qilishimiz harom bo'lgan ishlarga nisbatan unig'imi men uni harom ishni qilsam nima bo'pti deb biz uni ikkilinib qolganida ish bo'lmaydi. Uni qilmasligimiz kerak emas. Qilishimiz harom bo'lgan ishlarni. Bu yerda demoqchi bo'lgan gap shu mubah ishlar qarta qilish qilmaslik qilishimiz qilmasligimiz ixtiyorligimiz bo'lgan mana ishlar qarta ikkilinib qolgan bo'lsak Allah Teala'nın yaxşılıqını tilab o'qilgan namoz demoqchi bu yerda. Yaqul aytadi payg'ambar alayhisalom إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. Agar sizlarning biringlar bir ishni maqsad qilib qolsa, ya'ni mubah bo'lgan bir ishni maqsad qilib qolsa, u farz namozdan boshqa 2 rakat namoz o'qisin. Onda mundaq desin. Ey Alloh, men sana sizning ilming bilan istixora so'raman. Yani yaxshilikni talab qilmayman demoqchiman. Istixora bo'lgandan xayrun degan so'z yiltizdan chiqqan fe'l bo'ldi. Xayrun degan shu yaxshilik degan bo'lgandan keyin astaxiruk. Yani yaxshilikni talab qilmayman degandek bo'ldi bu yani. Talabul xayr. Va astaqdiruka bi qudratik. Va sana sening qudrating bilan qudrat, yani quvvat talab qilaman. Va sendan ulug' fazlingni so'rayman. Haqiqatan sen hamma ishlarga qodir bo'lsan, men qodir bo'lolmayman. Sen hamma narsani bilasan, men bilmayman. Sen bo'lsang g'ayblarni bilguchi zot tursan. Ey Alloh, in kunta ta'lamu anna hada al-amra khayrun li fi dini va ma'ashi va aqibati amri. Ey Alloh, agar sen bilgan bo'lsang, mening mush ish, ya'ni men qilmoqchi bo'lgan mush ish demakchida, men uchun mening dinimda, dunyoligimda va oxiratimda. Ma'ashi degan ya'ni hozirgi shu navbatdagi ahvolimda ve işimin akıbetinde ve kinki ahvalında, kelgüsteki ahvalımda veçimde.
yoki ajili amri va ajilihi deb bundaq ism bo'ldi deydi. Ajili amri degan shu dunyoda degan gapkan. Ajilihi degan oxiratda degan gapkan. Ya'ni shu dunyo oxiratlikimda shu ish men uchun yaxshi bo'lsa, yaxshi kelgan bilgan bo'lsam, shu ishni menga taqdir qilgin va u ishni menga aslashtirib bergin, ondan menga shu ishda barakat bergin. Ey Allah, agar sen bilgan bo'lsan, shu ishninki men uchun dinimda va hozirgi navbatdagi ahvolimda va kelgusi ahvolimda yoki dunyolikimda va oxiratlikimda men uchun yomon ekanligini bilgan bo'lsam, shu ishni mendan yiroq qilgin va meni u ishdan yiroq qilgin va menga yaxshilikni taqdir qilgin, nisb qilgin, hayf kana. Ya'ni nada bo'lsa, ash yaxshilik nada bo'lsa, menga shuni nisb qilgin, ondan meni rozi qilgin. Ya Ardani, boshqa rivoyatda Ardani beshtab kelgan mubokanimda. Ash ish bilan meni rozi qilgin. Qala va yusammi hajatahu. Ana mushu duoni o'qigandan keyin u odam o'ziningki shu qilmoqchi bo'lgan hojatini desin deb payg'ambarimiz ashta o'rgatgan ekan. Mayani boshlab ma ba'zi hadislarninki anaqa tartibi o'xshamaydi ekan bir kitob bilan yana bir kitobnikisi. Men bayatın shu asoslangan kitoblarga qarab rattab chiqdim. Agar sen o'xshamay qolib qolsa, ma keyin rattab bilib olsang bo'ldi o'zingda. 1163 hadis. Haddathna al-Makki ibn Ibrahim an Abdullah ibn Sa'id an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi سمع أبا قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أبو قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه رواية مدختين Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mendaqtigan. Agar sizlarning biringlar masjidga kirib qolsa, 2 rakat namoz o'qiganga qadar o'tirmasin. Ya'ni 2 rakat namoz o'qib undan o'tirsin. Yani bu mustahab ishlarni. Tahiyatul masjid namoz o'qish. Mushu hozirgi hadislarniki bab bilan bo'lgan munosabati farzdan boshqa nafil namozlarning hammasi 2 rakatdan o'qilish kerakligi haqida degan bo'lgan ekan babda. İstixar namazı şumu nafil namaz endi. Bu masjidga kirgan vaqtda o'qiydigan tahiyatul masjid namozi nafil namoz. Mush namozlarning hammasini Payg'ambar alayhisalom shu 2 rakat deb tilg'oldi buni. 1164-hadisda bizga Abdullah ibn Yusuf so'zlab berib dediki, bizga Malik Ishaq ibn Abdullah ibn Abu Talhadan u Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq deganligini xabar bergan. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 rakat namoz o'qib berdi, imom bo'lib, ondan qaytib ketdi. Bu hadisninki jarayoni Anas ibn Malik radhiyallohu anhuninki cho'nisi Mulayka degan Mulayka radhiyallohu anha. Şu Peygamber Aleyhisselam'da tamak çağırgan ekan. Peygamber Aleyhisselam o ayolning uyiga borgandan keyin shu tamoqni yeb bo'lib, ularga imom bo'lib 2 rakat namoz o'qib bergan ekan. Anas radhiyallohu anhu bilan yana bir yetim bola Rasulullohninki kayinda turib, saf tuzib turibdi. Anas radhiyallohu anhuninki cho'nisi Anas radhiyallohu anhuninki kayinda turibdi. Mushundaq saf tuzib namoz o'qidik. Peygamber Aleyhisselam bizga 2 rakat imom bo'lib 2 rakat namoz o'qib bergan degan hadis bor. Shu jarayon bor hozir. Bu nafil namoz endi kunduzda o'qilgan ixtiyorlikdagi nafil namozlar. 1165 hadis. Haddathna Yahya ibn Bukayr, haddathna al-Layth عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية قلب من دختين. من Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen peşinden ilgili 2 rakat namaz o'qigan edim. Peşinden keyin 2 rakat namaz o'qigan edim. Sünnet namazında vardı. Va peşini ilgirki sünnetni marvayatda 2 rakat deb kelgan ekan. 4 rakat deb kelgan rivoyatdan bor. Shu Rasululloh ba'zi mundaq o'qigan ekanda uni. Jumadan keyin 2 rakat sunnat o'qigan edim.
va namoz shamdan keyin 2 rakat sunnat o'qigan edim va xutba namozdan keyin 2 rakat sunnat o'qigan edim deb rivoyat qildi. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. bizga odam so'zlab berib dediki, bizga Shu'ba xabar berdiki, bizga Amr ibn Dinar xabar berib mundaq degan. Men Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlayotgan holatda mundaq degan edi. Agar sizlarning biringlar kasa, halbuki imom xutba so'zlayotdi. Ya'ni imom xutba so'zlayotgan holatda masjidga kirgan bo'lsa yoki imom chiqayotgan holatda, ya'ni imom xutba so'zlayotgan holatda yoki imom hujrasidan chiqib masjidning ichida shu munbarga qarab ketyotdi. Imom munbarga qarab ketayotgan holatda sizlarning biringlar ashta masjidga kirgan bo'lsa, 2 rakat namoz o'qisin degan. Bu hadisni shu sahobalarning birisi shu payg'ambar alayhisalom xutba so'zlayotgan holatda masjidga kiriblar 2 rakat namoz o'qimaydi o'tirgan ekan. O'tirgandan keyin Rasululloh shu xutba so'zlayotgan holatda kelgan yerdan xutbaning kelgan yerida to'xtab qo'yiblar, shu sahobaga xitob qilib, sen o'rningni qo'yib 2 rakat namoz o'qi degan ekan. Demak, bu payg'ambar alayhisalom xutba so'zlayotib, shu xutbaning kelgan yerida to'xtab qo'yib, atoyatan sahobaga xitob qilib ashla deganligidan bu tahiyatul masjid namoziniki alohida ta'kidlanganligi chiqar ekan bundan. Bu tahiyatul masjid namozni vojib demabdi. Uni hukmi vojib tariqasida emas ekan, lekin sunnat. Sunnatun mustahabbatun muakkadatun fi qawli aktsari ahli al-ilm deydi. Ya'ni ko'pincha ahlilarning qarashida ta'kidlangan sunnat namoz deydi. Alohida ta'kidlangan sunnat namoz ekan. İmam Nevevi rahmetullah aleyhi mundaq degan deydi. Olimlarning hammasi shuni birlik keldiki, tahiyatul masjid namozini o'qish mustahabdir. Bir kishi masjidga kirgan bo'lsa, o'zlisiz bu namozni o'qimasligi makruh bo'ladi degan. İmam Nevevi rahmetullah aleyhi. 1167 hadis. Haddathna Abu Nu'aym qala haddathna Sayf ibn Suleyman سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج فأجد بلالا عند الباب قائما. bizga Abu Nu'aym so'zlab berib dediki, bizga Sayf ibn Sulaymon so'zlab berdiki, men Mujohidning mundaq deganligini anglagan edim. Ibn Umar radhiyallohu anhuma o'zining uyida keltirildi. Ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhu uydagi vaqtda biraylan kaptandi. Kelib kelgandan keyin aytildi Ibn Umarga bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'baga kiribdi, buni ahvolini so'zlab bergan bo'lsalar degan tariqada shuna degandan keyin Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi. Men shu Ka'ba taraf qarab yuzinib bordim. Ka'baga yuzlandim deydi. Tapdim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Ka'badan chiqqan holatda. Yine shu Rasulullohning Ka'baga kirganligini anglab ekan, darhol Rasulullohning shu Ka'baga kirgan vaqtdagi qilgan ahvollarini ko'rib oladigan maqsadda o'ldirib ketdi. Kelsa, halbuki Rasululloh Ka'baning ichiga kirib namoz o'qib chiqib bo'lgan ekan. Undan keyin Ibn Umar radhiyallohu anhu shu payg'ambar alayhisolamni bevosita so'rashni hijr olganmi, undan shu Bilal radhiyallohu anhudan so'rabdi. Bilal radhiyallohu anhuni Ka'baning eshigining yanında o'rtgan holatda topdim deydi. Dedimki, ey Bilal, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'baning ichida namoz o'qidimi desam, Bilal radhiyallohu anhu shundoq namoz o'qidi dedi. Men nada o'qidi desam, aytdi Bilal radhiyallohu anhu bayna hataynin ustuvanatayn. Shu qo'lidan ko'rsatib turib, mana bu ikki turukniki o'tirsida o'qidi deb ko'rsatib qo'ygan ekan. Bu ikki turukning o'tirsida o'qidi deb bo'lib, ondan Rasululloh
Kabe'den çıktı. Fesalla rek'ateyn fi vecihil Kabe. Rasulullah Kabe'den çıkıp Kabe'ye qarab turib 2 rekat namoz o'qidi deb rivoyat qilingan. Demak shu Kabe'nin ichiga kirgan vaqtda payg'ambar alayhissalom 2 rekat namoz o'qigan ekan. Endi uni nafl namoz o'qigan ekan. Rasululloh mushu namozni 2 rekat o'qigan demoqchi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi. Kabe'den chiqqandan keyinmi shu Kabe'ga qarab turib o'qigan namozni shu 2 rekat o'qigan ekan. Erta Abu Abdullah Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan. Bana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 rekat chashgoh namozni o'qishni tavsiya qilgan edi. İtban ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu quyosh chiqib kunduz xali yurgan vaqtda mening uyimga keldi dedi. Ve safafna vara'ahu faraka'a rak'atayn. Biz Rasulullah'ın arkasında saf tuzib turdik. Rasulullah 2 rekat namoz o'qitadi. Bu nafl namoz o'qigan ekan, shu namozni Rasulullah 2 rekat o'qigan demoqchimda. Xo'sh. Babul hadisi ya'ni ba'da rak'atayl fajr. Yuqorida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhininki qarash bo'yicha shu farzdan boshqa nafl namozlarning hammasiniki shu 2 rekatdan 2 rekat o'qidiganligini so'zlab o'tdik. Endi deydi, bunlarning 2 rekat sunnatni o'qib bo'lgandan keyin gap qilsa durust bo'lamdi. Gap qilish haqida. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. عائشة رضي الله عنها من داخل رواية القرآن. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan 2 rekat sunnatini o'qiydi. Uningkin Rasululloh bunda qarab qatnashdi. Agar men o'yga qo'yib qolsam, bana gap qiladi. Men bilan gaplashadi. Agar men o'yga qo'ymay uxlayotgan holatda bo'lsam, Rasululloh uni tarafini besib yotadi. Ben Sufyan dedim. Yine bu Sufyan'dan bu hadisini rivayet kılgıcı Ali ibn Abdullah degan muhaddis olgan ekan. Yine qultu degan gapni degichi Ali ibn Abdullah dedim. Yani Ali ibn Abdullah men Sufyan dedim deydi. Fa inna ba'dahum yervihi rak'atayl fajr. Bazı muhaddisler şu Resulullah'ınki okuyan 2 rekat namazını bunlardan 2 rekat sünneti edip rivayet kıldı ekan desem Sufyan o şu yani şu to'g'ri shu bunlardan 2 rekat sunnati degan deydi. Babu ta'ahud rak'atayl fajr ve men sammahuma tatawwu'an. Bunlardan 2 rekat sunnatini davomli tashlab qo'ymay o'qish haqida va bu 2 rekat sunnatni nafl namoz deb atagan kishi haqida deydi. حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. عائشة رضي الله عنها رواية قلب من دقيقا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafl namazlardan hech qaysisiga bomdod namozning 2 rekat sunnatiga ahamiyat bergandek ahamiyat bermagan edi. Endi demakchi bomdod namozning 2 rekat sunnatiga ahamiyat bergandek boshqa nafl namozlarga undaq ahamiyat bermaydi. Demak, bomdodning 2 rekat namoziga alohida Rasululloh ahamiyat berib davomlashtirib o'qigan edi demakchi. Hattoki shu safar oldidimi Peygamber Aleyhisselam bunlardan 2 rekat sunnatini taşımay o'qigan ekan. Lekin boshqa 5 vaqt namoz, qolgan 4 rekat namoz, 4 vaqt namozniki sunnatlarga ruxsat keladi. Safar ustida bo'lsa, o'qimaslikka ruxsat keladi. Lekin bunlardan 2 rekat sunnatini Rasululloh hazarida, safarda qat'iy tark etmagan ekan. Miyada ve men semmahuma tetavvu'an degine Ayşe radhiyallohu anha
Bunlardan işkerke sünnetini navafil deb rivoyat qilgan bo'lgan ekan, mushumu nafil namoz qatorida demoqchi. 5 vaqt namozniki sunnatlarmi shu navafil namozlarning qatorida demoqchi. Babu ma yuqra'u fi rak'atayl fajr. Bunlarning işkerke sünnetida o'qilgan narsa haqida. Bunlardan işkerke sünnetida sura Fatiha'da o'qilamdi yoki sura Fatiha'dan boshqa sura Fatihaga boshqa sura qo'shibmi unda o'qilamdi demoqchi bu yerda. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. عائشة رضي الله عنها رواية قلب من وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتدا 13 ركعت نماز o'qiydi, tahajjud namozi. Ondan bomdodga azan bomdodning azini olgan vaqtda yengil 2 rakat namoz o'qiydi. Bomdodning sunnatini yengil o'qiydi ekan tiqimni. Mushuni qarata ba'zi olimlar shu sura Fatihani o'qiydi degan ekan. Oysha roziyallohu anhadan kelgan bir hadisda Rasululloh bu 2 rakat sunnatni yengil o'qiydi. Hattoki shu sura Fatihaga boshqa sura qo'shmay o'qidim deb o'ylab qoldim degan mazmundagi hadis bordi. Anda olgan ekan shu bomdodimizga sura Fatiha'dagi boshqa surani qo'shma o'qisimi durust bo'ldi degan olimlar bor ekan undan olgan. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمره عن عائشة رضي الله عنها قالت ما حدث إمام بخاري رحمة الله عليه إكستاتولن يتباعي كنا o'ttirisida he degan belgini qo'yib qo'yganligi shu isnat olmashdi degan ma'noda. Yuqorqisi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi yetib qolgan bir isnat ma ha degan harfning keyingisi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi yetib qolgan yana bir isnat. Va haddathna Ahmad ibn Yunus bo'lgan ekan. Ya Ahmad ibn Yunus degan muhaddis bu İmam Buxoriy rahmatullohi alayhininki shayx bo'ldi bu yerda. Yine shu va haddathna Ahmad ibn Yunus degan shu İmam Buxoriyning gapi. Bana yine bizga Ahmad ibn Yunus so'zlab berdi ekan demoqchi. Bizga Zuhayr so'zlab berdiki, bizga Yahya ibn Said, Muhammad ibn Abdurrahmandan u Amradan u Aisha roziyallohu anhadan mudaxiylikini so'zlab bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundan namozni ilgirki 2 rakat sunnatni yengil o'qiydi. Hattoki men deb qoldim, Rasululloh ummul kitobni, sura Fatihani o'qidimi, sura Fatihani o'qidimi, o'qimadimi deb ashta deb qoldim. Yine aslında yengil o'qiydi demoqchi. Uni sura Fatihani o'qimay namoz bo'lmaydi dedi. Lekin Rasululloh oshitlik darajada yengil o'qiydi ekan tiqimni. Buningki sabab hikmatlar haqida bomdod namozininki farzga oldirab farzni shu avvalgi vaqtida o'qish uchun ashta sunnatni yengil o'qigan deb mushtaq ta'bir berilgan ekan bunga. Rasululloh shu 5 vaqt namozlarni hammasini shu avvalgi vaqtida o'qiydi va ummatlarni shu namozni avvalgi vaqtida o'qishga qiziq turgan. Undan olgan ekan shu bomdod namozini avvalgi vaqtida o'qib o'zi aminiyati bilan ummatiga ko'rsatib qo'yish uchun mushtaq qilgan deb ta'bir bergan ekan. Alloh taolo bizga manfaatli ilm ato qilsin. Alloh taolo bizni shu 5 vaqt namozlarni joyida jamoat bilan vaqtida o'qiydigan solih musulmonlarni qilsin. Amin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.